Qo'zi emmay qolsa eng katta xato mana shu. Muammo qo'zida emas, 90% holatda ona qo'yda bo'ladi. Eng katta xatolar o'zi emadi deb tashab qo'yish, sovuq joyda qoldirish, boshqa qo'yga majburlab qo'yish, o'zi emadi deb bir kundan ko'p kutish. Mana shu xatolar sabab ko'p qo'zilar nobud bo'ladi. Eng muhim qoida: birinchi 6-12 soat hal qiladi. Avval ona qo'yni tekshiramiz. Yelini qattiq yoki issiq yoki og'riqli emasmi? Yelini uchi yopilib qolmaganmi? Tug'ruqdan keyin holsiz emasmi? Shularni tekshiramiz. Ikkinchi navbatda qo'zini tekshiramiz. Og'zi sovuqmi? Og'zi sovuq qo'zi emmaydi. Juda nimjon emasmi? Tug'ilganda juda ham kech tozalangan bo'lsa, ya'ni og'zini yoki burnini shilliq pardadan kech tozalagan bo'lsangiz, bu nafas yo'llarida muammo bo'lishi mumkin. Amaliy yechim buni darhol qilish kerak. Qo'zini iliq joyga olib kiramiz. Ona qo'yni esa tinchroq joyga boylab qo'yamiz. Yelinidan biroz sut sog'ib tashlaymiz. Sababi yelinidagi og'riq biroz kamayishi uchun. Qo'zini yaqinlashtiramiz va yelinini og'ziga sekin tutamiz. Bir kunda 3-4 marta mashina qilib yordam beramiz o'zimiz va ko'pi bilan 1-2 kunda qo'zi o'zi emib ketadi. Agar baribir emmasa, buni kutib o'tirmasdan darhol sut sog'ib, qo'ziga shpris yoki maxsus idishlarda o'zimiz ichiramiz. Undan ham emmaydigan bo'lsa, yelinda og'riq bo'lsa, zudlik bilan doktorga murojaat qilamiz. Sababi qo'zi ilk suti, ya'ni og'iz sutini ichmasa, immunitet bo'lmaydi. Agar video foydali bo'lsa, saqlab qo'ying. Savol bo'lsa, kommentariyaga yozing. Bu vaqtlar obuna bo'lib qo'ying. Hali real tajribalar bo'ladi.